Yana u, bu yigit qurishni yaxshi ko'rgan ko'rinadi. Ushbu jami masjidi bir vaqtning o'zida naqd 25 ming insonni o'ziga sig'dira oladi. Tasavvur qiling, naqd 25 ming. Bu xuddi bir Paxtakor stadioni to'lishi degani. O'rtoqlar, jami masjidiga kirishning o'ziga xos qonun-qoidalari ham bor ekan. Ulardan birinchisi bu kirish biletlari. Har bir inson 400 rupiyadan to'lashi shart ekan. Ikkinchisi, kirayotganda oyoq kiyimlarimizni yechishimiz shart va uchinchisi, erkak kishilar albatta yengi uzun shimlarda, ayol kishilar esa yengi uzun kiyimlarda bo'lishi shart ekan. Ya'ni ustlariga nimadir tashlab olishlari alohida e'tibor berish kerak ekan. Bir narsani o'ylab qoldim. 17-asr. Texnologiyalar yo'q, kranlar yo'q. Lekin mana shunday narsani qurib qo'yishgan. 3 ta qala, 2 ta 40 metrdan ziyod bo'lgan minora va ularning hammasi 400 yildan beri tiqitmay turibdi.